bunaqa yomg'irli kunda men bozorlik qilib ketyapman. Uyga borib ko'rsataman. O'zbegim, bugun siz bilan bugungi bozorligimni ko'ramiz. Qani nimalar olibman? 74 yevrolik bozorlikni hozir ko'ramiz. Bu olxo'ri. 2 yevro 40 sent. Mana shu 1 kilogramm olxo'ri. Farq qiladi. Ikkalasi ham ichida 15 tadan 30 ta tuxum. Keyin mana bunaqa toster non. 2 kilogramm sabzi. Paketim tugadi. Mana bunaqa karam. Bu yoqda yog' 1 litr. Bu yerda mana bunaqa mevalar, banan 5 dona, 2 ta bodring. Keyin makaron. Keyin mana brokoli. 2 ta avokado. Limon. Ko'kat, shivitmidi? Keyin pomidor. Bizam tugadi. Choy, 40 ta ichki kezi, ya'ni tvorog, mana bunaqa bitta idishda tvorog. Keyin qaymoq. Yana qaymoq 3 ta olganman, chunki keyingi hafta mehmonlar keladi, o'zimizga shirinlik pishiraman. Un 2 kilogramm, shakar. Shakarimiz lavlagidan olingan, mana ko'rishingiz mumkin, ancha tabiiyroq. Keyin razmexetil paketimiz. Mana bunaqa kvart ketdi. Bu keyin mana bunaqa har xil turdagi tvoroglar bolalar uchun har xil. Yana choy olmali. Pishloq biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Shunaqa pitsalarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Kunlik yeyishga ham zo'r ta'mi. Vegan. Mana shuni olishingizni tavsiya qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Sketchup oling. Keyin mana bunaqa margarin ikkita. Bundan pishiraman. Keyin mana bunaqa maskarpone, bu qaymoqni qattiq ko'rinishi. Bu ham tortga oldim ishlatish uchun. Bu ham tvorojni birga ishlatib ham qilaman. Qalampir, tomatli rabot. Tashqari mana bunaqa mahsulotlarni oldim. Mana apparat, kiyimlarda, jinfilaringizda, kiyimlar ustida chiqib qoladi patlari. Shularni olib tashlash uchun mana shu shtrempel ekan. Mana bunaqa harfchali, harflarni o'rgatsangiz bo'ladi. Mana bunaqa konteynerlar, hatto zavorlar solib qo'yishga. Mana qarang, qanaqa chiroyli ko'rinishda. Bunaqa non solib qo'yishli idish xuddi mana. Ko'ramsiz, o'sha ichiga non solib qo'ysa bo'ladi. Komment prizoz qoldiring. Shu pulga mana shu mahsulotlar hammasi arziydi yoki yo'q?